Yana bitta tekin robotni sizlarga ishlatib ko'rsataman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar, men sizlarga tashlab berishim mumkin. Telegramdan yozsanglar, menga Telegram kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariya yozib kelsanglar, bu robotni men sizlarga tekinga tashlab beraman. Bu robotni testini boshlaymiz. 2022-yilda boshidan start testni boshlaymiz. H4 4 soatlik time frame'da test mana ketdi. Bu robotni logikasi sal og'irroq, murakkabroq, sababi trend liniyalarni ko'rasizlar. Trend liniyalar bilan ishlaydi bu robot. EMA indikator trend liniyalar buzilishi urug'lar bilan ishlaydi bu robot. Mana ko'rsanglar bo'ladi. O'shaning uchun bu robot sal og'irroq. Boshqa robotlarga qaraganda agressiv emas. Mana sal tezlashtiramiz. Vaqt kamroq. Mana o'sishni ko'rsanglar bo'ladi. Mana o'sish mana. Bu robot ishlatgan 1000 marta yaxshi, qo'lda trade qilgandan robot ishlatgan 1000 marta yaxshi. Sababi qo'lda trade qilgan payt kuni bo'yi monitorda o'tirasizlar. Boshqa ishga vaqtinglar bo'lmaydi. Asablar tarang bo'ladi. Vaqt bo'lmaydi ishlashga, boshqa ishlar bilan shug'ullanishga vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun robotlarni ishlatib qo'ysanglar, o'zlaringiz maza qilib, do'stlar bilan dam olasizlarmi yoki oila bilan sayr qilasizlarmi, xohlagan ishlaringizni qilasizlar, robot sizlar uchun pul qiladi. Normalniy robot bo'lsa, sizlar uchun ishlayveradi robot. O'shaning uchun robot ishlatgan 1000 marta yaxshi, qo'lda trade qilgandan 1000 marta yaxshi. Sizlarga tavsiya etaman. Bu robot kam trade qiladi, risk managementga amal qiladi, sekin o'sadi. Mana 1 yil deganda, 1,5 2 yil deganda mana 50%, почти 50%, yiliga 25-30% tushadi. Bu sekin o'sish beradi, lekin stabil beradi o'sishni. Logikasi og'ir buni. Agressiv emas. Mana 01 hammasi 01 lotlar bilan ishlaydi. Riskga amal qiladi, 01 lotlar bilan ishlaydi. Lekin mana o'sish mana o'sishni ko'rsanglar bo'ladi mana. Почти $2,5 ga bordi. $1000dan. Mana $2600. 2700. Почти yiliga 30-40% profitdan tushyapti yiliga. 30-40%. Bu professional daraja hisoblanadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. $1000dan $17,000. $7,368.7. Ma shunaqami? $1,736 mi? Yo'q, $2,700 ekan. $2,700. $1000dan $2,700 bo'ldi. Necha foiz bo'ladi shunda? Hisob kitobga ham aynib qoldim-ku. Xo'p, xullas kommentariyada yozib qoldirasizlar, robot qanaqa robot? Robot agressiv emas, robot sekin o'sadigan robot mana. Kuchli oqishlar yo'q pastga. Sekin o'sadigan robot, sekin. Xavfsiz robot, mutlaq xavfsiz robot. Birdaniga tepaga o'tib olmaydi. Sekin o'sadi. Robot haqida fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar.